Nima bo'ldi hozir? Effektiv akademiya yangi natijalar qildi. Qani Effektiv akademiya ustozlari, natijalar bilan bitta-bitta kelinglarchi. Assalomu alaykum. Sertifikatlar to'yi shu yerda bo'lyapti. Men Suhrob Norboyev, Double Sion sohibiman. Aprel oyi uchun mendan 12 ta sertifikat sovg'a. To'yda ko'rishamiz. Charchamang. Natijalar zo'r effektivda, lekin to'y juda qizigandan qiziyapti. Keyingilarni kutib qolamiz, tezlashamiz. Assalomu alaykum. Natijalar to'yi shu yerda bo'layotgan ekan. Men Qorjov Elmurod. O'zimdan ikkinchi marotaba A daraja va o'quvchilarim jami 18 ta natija. Rahmat. Marhamat. Qani kelinglar, qani natijalar to'yiga qani keyingisi kim ekan, qani tezroq bo'linglar. Assalomu alaykum. To'y shu yerda bo'lyaptimi? Men Alisher Abdullayev Effektiv akademiya o'quv markazi uchun aprel oyidan 9 ta sertifikat olib keldim. Baraka. Rahmat. Bizni eng zo'r ustozlardan biri Akbarali Boymirzayev ko'rinmayapti negadir. Assalomu alaykum. Natijalar to'yi shada bo'lyaptimi? Akbarali ustozni o'rnidan kelganim o'zlari kela olmadilar. O kishida yana bitta A+ sertifikat, 28 ta Effektiv akademiya uchun natija. Barakalloh. Aprel oyi natijalari kutganimizdan ham zo'r bo'libdi. Sizga ham shunaqa natija kerak bo'lsa, Effektiv akademiyaga marhamat. Ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. May oyining to'yida ko'rishguncha.